Bunaqa ovozdan keyin aniq diyetani buzib yuborasiz. Bugun tashqarisi qarsildoq, ichi esa og'iz beradigan yumshoq tovuq oyoqchalaridan tayyorlaymiz. Oyoqchalarni qizartirib, yaxshilab damini olsin deb 30 daqiqaga dimlab qo'ydim. Kartoshkani suvda qaynatib, pishirib, sovitib, pyure holiga keltiramiz. Hali damini olgan oyoqchalarimizdan suyagini ajratib, go'shtini sovitib, ustiga sir va kartoshka pyure, tuz, murch, paprika hamda quritilgan sarimsoq solib, yaxshilab aralashtirib, massamizni suyakli soniga qarab bo'lib oldik. Tayyor bo'lgan massamizni suyaklarga joylashtirib, avval unga, so'ngra tuxumga va tayyorlab qo'ygan non talqonlarimizga botirib olamiz. Ko'pchiligimizning uyida panirovka bo'lmasligi mumkin. O'sha paytda suxariklarimizni maydalab ishlatishimiz mumkin. Tayyorlab bo'lgan oyoqchalarimizni o'rtacha olovda qizargunicha pishirib olamiz. Olovlarda qizarib, qarsillab, ichlari esa yumshoqqina bo'lib, oyoqchalarimiz ham tayyor bo'ldi. Dasturxonga yaqinlaringizga o'ziga yoqqan souslar bilan tortishingiz mumkin. Ana endi yoqimli ishtaha. Videoni esa ishtahasi zo'r tanishingizga yuborib qo'ying. Rahmat eshitasiz. Yoqqanmisa, yo'lishani bosib keting.